İmtihanların ig'ir keldi shundaqmi? Ata-onangdan tirik turib ayrilib qilishing, yo tuproqlarda tikandek yolg'iz qilishing tushungim kirmaydi. Aslida imtihon pulsiz qilish yoki og'rib yetish edi. Sen shundaq o'ylagan. Ammo hayotning bu qadar tasaddiqliklarga to'lganligini faqat o'ylamaganding. O'qib qaytish edi planing. Chet elda olim bo'lish edi xiyoling. Afsus, zulmat bosgan davrlar yashab qilish bo'ldi gunohing. Chunki bir yashaysan reallikda. U qora bosgan tushlar, u qabohatli kechalar sening hayoting edi. Ammo u go'zal tushlar bog'u, oildagilar jam bo'lib tomoq yeyotgan yoki zaka og'ining sang bir narsa davatgan. Biroq uyg'unish bo'ladi u go'zal damlardan quruq qilishning sababi. Xuddi chet elga chiqish bo'lganidek u jannat vatandan ayrilib qilishing. Beshing yerga egilgan, ko'zlaringdan umid nuri o'chgan yoki unsiz yosh to'kkan holda yigani o'ltirsan balkim. Tuqqanlaring yoki tonishtiring bo'lmaganligi uchun ishlaring yurishmayotadi. Kelgunda bo'lganliging uchun ish bajarish tartiblarining eng orqasida,ovat shaharlarning chat yoqisida tishingni tishlab vatansizlik ochiqda yashayotsan balkim. Munbat tuproqdan sho'rliq zaminga ko'chirilgan ko'chat kabi o'salmay yigilab turib qolding. Yelkangdagi yuk, atangdagi iniqsizlik, yashashdagi harg'inlik, kishilik munosabatlik sotqinliklar tufayli hayotdan sovibmi qolding balkim. Yiqilding, hech kim yo'limidi. Og'riding, hech kim so'ramadi. Uvalchiliklarga uchurding, hech kim qo'g'dimidi. Mingib dunyoni bir oz tushunish fursatiga erishding. O'yla, 5 yil avval qilsan, bugungi o'zingga o'xshamding. U tog'dek ishongan insonlaring, o'zing kabi tushungan insonlaring, jinim deb so'ygan insonlaring qani ular? Biri satdi, yana biri qochdi. Oxirgisi foydalanib bo'lib peqirtib atdi. Shundaq. Bu hayot edi. Har qadamlarimiz o'ylab boqmagan kutilmazliklarga to'lgan. Bu yashash edi. Jinimizni qiynab pushaymon bilan darslarimizni beradigan. Bu dunyo edi. G'alvirda tasqab qaysimizdan, qaysimiz saman ayrıydigan. Biz inson edik. Tasaddiqliklarga to'lgan hayotda o'zimizni ko'ydirib, yiqilib müdürib, dunyoning imtihonlariga xolab-xolamay kiradigan. Xo'sh, bu imtihon dunyosi ekan, nemishqa o'zimizni bu qadar qiynag'udekmiz? Ayrilish qachon bo'lsin, biz birga kelganda bitib o'tilgan natija emasmidi? Yolg'izligimiz dunyoga kelgandagi realligimiz emasmidi? Dunyo mili faqat zibizunnat va yoki birdamlik o'yin tomoshadan iborat emasmidi? U yo'ldagi bizga uchirgan insonlar, u insonlar mayli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, o'zimizni takomillashtirishimiz uchun hayotimizga kirgan emasmidi? Bo'ldi qil do'stim. Hukmni Xoliqqa qo'y. O'zingni o'zing tushunmaysan-yu, sana o'xshash maxluqqa qanday hukm qilasan? O'tinay, baho berma birlariga. Yoki cho'ng ko'rib o'zing umidsizlanasan va yo tovanchaqlab boshqalarni umidsizlantirsan. Bizning vazifamiz boshqalarni baholash emas. U faqat ish yo'qlarning ishi do'stim. Yashayotgan kunlaringni bekli yomon deysan. Hadisli go'zal o'tmishingni aslaysan. Ammo atangdan g'am yeysan. O'yla, bir oz kayniga yondir zaman o'qingni. Seni sen qilgan ashu jafoliq kunlar emasmidi? U qora kunlar tatliq aslimalarining bir parchasi emasmidi? Shunglashqa yaxshi yomon deb hukm pichvonma muhitingga. Oltinning qimmati o't ko'yish bilan oshidi. Chirkin yerlarda o'milaydigan qurtlarning uchish orzusi bir mezgillik qorong'ulikqa bardoshlik berish bilan reallikqa aylanadi. Sen va mening pishib yetilishimizmi mush qiyin kunlarda bo'ladi do'stim. Bağlanma hech bir insonga va jonsiz turg'anga, hattoki bu o'tkinchi dunyoga. Hissiyotingga qul, ideyangga gol bo'lma. Qalblarga muhabbatni Alloh soladi. Seni so'ymagan biri uchun o'zingni tövanga atma. Ma'lum fikrlar bo'ladi, noma'lum insonlar tarafidan bozorga selingan. Ba'zi ideyalar bo'ladi, hukmron sinflarning quroliga aylanib qolgan. U fikrlarga bog'landingmi, demak, birlari arg'amchi bilan seni yetilayotidi. U dunyo mollari bog'i, shu ko'zlaringni qamashtirgan,
kirlashgan dunyoda manfaatparast insonlar orasida hamma ishni qamlashtirgan. Nurg'un insonlar mushuning yuzidan prinsiplarni almashtirgan. Bog'lanma ularga. Sahibi bo'lsang bo'lki, hargiz ular san sahib bo'lolmasin. Shundoq. Mayli inson, mayli o'y-fikr va pul-mol hech qaysisiga bog'lanib qolma. Sening shuhrating, sening izzating ular bilan emas. Faqat va faqat insonliging, vicdoning va mehr-muhabbating bilandir. Oxirgi bir taklifim bo'lsin. Qiynimi o'zingni bu mushkulotlar ichida tik turman deb. Sabrni niqob bilan yashash deb o'ylayapman. Qabul qil realligingni. Yashashni qiyinchiliklar bilan jang qilish debmi turibman. Tog' cho'qqisiga chiqish uchun hammil davondan o'tishing shart emas. Yoki har to'salg'i toshni izishingning hojati yo'q. Ba'zida aylanib o'tib ketishni bilish kerak inson. Biz ko'rishni xohlamaydigan manzillarga ko'zimiz tushib qolganda, ulardan qaqshab energiyamizni isrof qilish o'rniga ko'zimizni yumib olsaqmi bo'ladi. Chunki bu yer hargizmi jannat emas. Faqat shu yerga birish yo'limizdagi o'tan xolos. Ba'zi ishlar ko'tirish doirangdan ishib ketganda ko'tiraman deb turibman. Bardoshlik berolmasang, yig'la qo'llaringni ko'klarga ko'tarib, yiqil sajdaga, Mavloga mallikingni cho'kirib. Quchoqli qarindishingni, so'y ulfatdishingni, to'k pushaymay yeyishingni. Ammo hargiz va hargiz insonlarga agma bishingni. Unutma, hech kim haqida hech nima dema. Hech bir shayga qilchilik bog'lanma. Ojiz bir borliq sen, niqoblar ichida qiynalma.